漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Yetişlab qaraganda Yunazava 5-6 yaşlarida yetim qolgan ekan. Shuning bilan uni Ezda Sezava degan birisi beqib olibdi. Oldi yig'lama. Ko'p olmasa. Bakma bechor ekan. Birisi beqib olsa zodi bo'lmagadek. Bu bola ras aqlli ekan. Mani keldik. Hacatni so'qoqgina. Uyimizda yo'yinish to'ng'idan mo'shu bir sili bor. Yo'yinib chiqsa, odam rohatlanib, yeniklab boshqacha isib qoladi. Endi mening balam bo'lgandan keyin shunga loyiq bo'lishing kerak. Qandoq dedim? Yunazava tug'ilishdan g'ayrat qildi. Sezavaning ta'sirida Yunazava texmi g'alati bo'lib ketdi. Shunday qilib Yunazava bu uyda 4 yilni o'tkazdi. Yunazava, nima qilyapsan? Beshim og'rib ketdi-ku. Xafa bo'lib qolsan-ku. Hay, bo'ldi. Chanmasan-chu. Chanma. Beshim og'rib ketdi. Voy beshim. Ma balaning bo'lganda. Asta. Yunazava doktor tog'asining yetaklashi bilan meditsina ilmini tirishib o'rgandi. Ammo ayni vaqtdagi Yaponiya yanada qadamqa tibbiy ilm bosqichida turibdi. Doktorlarning odam anatomiya prinsiplariga, shundaqla uning fiziologiyalik qurilishiga bo'lgan tushunchasi texi aniq emas edi. Yunazava tibbiy ilm jihatdagi izlanishni boshlagan vaqtda Idoning chat ko'chasida ona mehridan bahramand bo'lmagan bir bovoq dunyoga ko'z ochdi. Tug'ut tas bo'lganlikdan bovoq tug'ilibla ona bu dunyodan ko'z yumdi. Bu bovoq keyingi konshir, ya'ni men edi. Mening dadam doktor edi. Shunga men Yunazavaga o'xshash o'zligimdan meditsina ilmiga kirishib ketdim. Vaqtning o'tishi bilan meditsina ilmini izlanish istigim texmi kuchaydi. Saviyam uzluksiz o'sib bordi. Yunazavami menga o'xshashlar qarindoshlarini hayotidan ayirgan kasalliklarni bakma o'sh ko'radi. Yunazava bag'ansir joylashib ketdi. Ayni vaqtda g'arb meditsina kitoblari bakma oz edi. Kitob balami hech qanday maqsadsizlik o'qib qo'yatdi xolos. Hammaga ma'lum. Ayni vaqtdagi Yaponiya bekinchilik siyosatini yo'l qo'yg'ashga chet ellar bilan bo'lgan aloqasi intayin oz edi. Faqat Kyosho, Nagasaki qatorliq intayin oz sondagi joylarla Gollandiya bilan ancha-muncha uchoq savdo qilib qo'yatdi. Gollandiyaliklar olib kelgan narsalar bakma oz bo'lsa-mu, lekin ular g'arb madaniyati bo'lish sifati bilan yanada Yaponiyanikidan ko'p ilg'or edi. Yunazavami bu nuqtani tushunib yetganlarning biri edi.
G'arbning meditsina kitoblarini bir o'qib baqqan bo'lsam, lekin qanday qilib bilan mozodni tushunamsam, Yaponiyada o'qib tushunadigan bir rasm yo'q-da. 30 oshgan chig'imda men bir necha g'arbcha kitoblarga erishdim. Lekin bir xatnimi tanimag'achqa, yanala quruq varaqlashdan boshqa amalim yo'q edi. Bu kitoblarni yozganlar odam g'arbchilar qilganini biz qila olishimiz kerak qol. Dal mushu chog'da men Yonazawa bilan tanishib qoldim. Odatdagi odamlar bo'lsa chet el tilini o'rgangil bo'lmaydi deb qarashidi. Biroq jahil Yonazawa bu niyatidan qat'iy yanmadi. Kun bo'yi to'g'risi yozilgan Gollandiya yoziqlari bilan kirishib qoldi. Yonazawa, menimcha bo'ldi qilsak bo'lamiki? Bu xatlarni men o'rganamidikmi? Zodila amal qilammidim. Yonazawa, o'ylab boqina. Shundoq cho'ng Nagasakida Golland tilini bildirganlar chiqmadi-yu, Idodagi yerdan chiqishi texnik mumkin emas. Hey, men cho'qim o'rganalayman. Sizlarning bo'lmaydi deganinglarga bo'lsa-mu, o'rganib chiqib sizlarga bir ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. Yonazawa, men bir xush xabarni oldim. Haliqi Yaponiyaga palni olib kirgan Kobigonbu degan apandi Golland tilini biladi ekan. Biz shuni topaylik. Yaxshi-ku. Biz uni tez topaylik. Endi biz Golland tilini o'rganib olgan bo'ldik. Er kishini mono deydi. Mono. Ayolni filao deydi. Filao. Filao. Kichik bolani kerito deydi. Kerito. Do'st deganni vichari deydi. Vichari. Efendim, ko'zingizni iching efendim. Baqirmanglar. Men deganni yiko deydi. Yiko. Efendim. Baqirmanglar. Uni aranglar. Baha deganni hiyot deydi. Oxirlashish deganni oyit deydi. Oyit. Efendim, siz ölüp kalsanız bulmaydı efendim. Efendim. Gonyo efendim bizga o'rgatib qo'ygan u bir necha eg'iz gollandiychi so'z bizning keyingi ishlarimizda cho'ng rol o'ynadi. Uzoq o'tmayla men yana Nagasakida hukumatda golland tili tarjima qiladigan odamning Idoga kelgan xabarini oldim-da, Ido shahrining bulon qushqoqlarigacha izlab, oxiri u odamning uyini topdik. Yordam qiling efendim. Yo'q, bo'lmaydi. Edo shaharda Gollandiya tilini o'rganishga qat'iy bo'lmaydi. Undaqda Nagasakiga berib gollandiyaliklardan til o'rgansak bo'lar? Bo'lmaydi. Nagasakida Gollandiyaliklar bilan xohlagancha aloqa qilishga bo'lmaydigan tursa, sizlarning bu o'rganishinglarda 30 yildimi meditsina kitobini ko'ra olishinglar mumkin emas. Meningcha sizlar yana 30 yil sarf qilsanglar qanday bo'lar ekan, tang? 30 yılda öğrenmesek, 50 yılda öğrenmez. Biz çok öğrenip çıkamaz. Ey Yonazawa, Nima? u apandani deyishicha bizning gollandiya için o'rganishimiz mumkin emas ekan. Biz 600 ne çıkan sözünü öğrenip aldık-ku. Muşinu özüm yetidi. Ha? Gonyo efendim, bizge 600 ne çıkan sözünü öğretip koydu-ku. Hem de qağını özümüzge bağladık. Yonazawa golland tilini texmi cho'nqir izlanishga boshladi. Men mobika yurmadim albatta. Nagasakiga berib qimmat baholik go'hardan birini setib oldim. Bu go'har Gollandiya yozig'ida yozilgan meditsina kitobi edi. Lekin nurg'un pul xarjlab setib olgan bu kitobdan bir xatnimi tonimaydik. Hatto kitobning ismini ham o'qiyaolmadik. Mazmuniga kelsak, faqat qistirma rasmlarni ko'rib, bir narsa bilgandek bo'lardik. Bu saviyamiz bilan batvaraqlashdan boshqa qila olmaydik. Bir amal qilib o'qib tushunishimiz kerakdi. Shunday kunlarmi kelarmi? O günni biz taqazzoliq bilan kutmoqda edik. Bola, yomon ish qilib o'ldirilgan jinoyatchilar. Agar meditsina tadqiqot uchun ishlasanglar, tangrislarni cho'qim yo'laydi. Ep ketib, oldirmay operatsiya qilinglar. Odamning ishki qurilmasini aniqroq bilish uchun Yonazawa ikkimiz odam anatomiyasi tadqiqotini boshladik. Bu kitobga yozilganlar to'g'ri chiqdi-ku. Sizlarning suratlar amaliyotga o'xshash ekan-ku. G'aribliklarning bu jihat tadqiqoti bekli to'g'ri ekan. Oy, Yonazawa, sizning kitobingiz menikiga o'xshash ekan-ku. Gollandiya meditsina kitobidan Yaponiyaga olib kirilganini bilamaskan-da. Ras, nimani degan bilan bizni bu kitobdan birla emaskan-ku. Qara. Bo'ldi. Yana kelib bu ikkili kitob bizning qo'limizda ekan. Qara, bularni to'g'ri ketgan. Yo'q. Bu to'g'ri kelib qolganlik emas.
bizning tirishib o'rganganimizning natijasi. Shundaq Tangrining iltimoti. To'g'ri deding, Yunusova. Kunishiro, biz birlikda bu kitobni yaponchaga tarjima qilaylik. Yaponiyaning meditsina ilmi bu kitobga bakmi ehtiyojliq. Odatda bakmi kamsiz Yunusova hozir mushundaq o'tkir so'zlarni qilib o'tadi. Hamda uni har qanday odam niyatidan yondirolmaydi. Shuning bilan biz o'rganib olgan 600 xom so'zga tayinib, chet el tili kitobini tarjima qilishdek ulug'vor planimizni boshlab etdik. Yunusovaning zehni urg'ib turadi. Sharoit qancha og'ir bo'lsa-mu, u yanada izlanishni to'xtatmaydi. Kishilar 600 xom so'zga tayinib, shunchalar qalin bir kitobni tarjima qilib chiqish mumkin emas deb gumonlanishdi. Lekin 3 yildan keyin munavvar tarjima asar matbaadan chiqdi. Taykijo odam anatomiyasi degan bu asar hozir odam anatomiya kitobi deb atalmoqda. Bu kitobning tarjimoni degan o'ringa faqat mening Yamada Konishiro degan ismim yozilib, Maino Yonizavaning ismi yozilmagan edi. Nima uchun demsizlar? Buni Yonizavaning o'zidan anglab ko'raylik. U tarjimonning tushuntirishi degan yerga mushundaq izoh bergan. Mening qanishimning tilg'og'chiligi yo'q. Ha, anladinglarmi? Yonizava mana mushundaq bir odam. G'alati mijozlik, johil. U rostli shundaq. Men yana tirishishim kerak. G'alati mijoz, johil. G'alati mijoz, yashson g'alati mijoz. G'alati mijoz yashson g'alati mijoz, yashson. Bundan taxminan 100 yil ilgari qorimiz bilan qoplangan Shimolimiz okeanida bir kema paydo bo'ldi. Bramor nomli bu kemada Norvegiyalik ekspeditsiyachi Nansen Fridtjof bor edi. Shimolimiz okean dengiz iqlimining qonuniyatini tekshirish uchun Nansen kemani atay muz to'silgan joyga olib to'xtatdi. Mushundaq bo'lganda Shimolimiz okeanda laylab yurgan yog'ochlardan bu yerning dengiz iqlimining ahvolini tekshirib chiqqili bo'ladi. Ey, Nansen, nima qilyapsiz, ha? Kapitan, men rastli qoyil bo'ldim. Saqlaverib taqdim taq bo'ldi, biroq men burunli ideyani tayyorlik qilib qo'ygan. Chidash kerak. Birodar, unchalar taqatsizlarning o'zingizda erkin tuting. Erkin tut demsiz? Erkin tut. Men paraxotda o'zimni erkin tutayotganimga 1 yildan oshdi. Naq 1 yildan oshdi. Shundaq. Framor nomli kemaning Shimolimiz okeanga qapsilib qilib, muz parchalari bilan birga laylab yurganiga 1 yildan oshdi. Nansenning taqatsizlanishining sababi bor albatta. Ularning bu qatimliq tekshirish nishoni Shimoliy qutb edi. Nansen cho'nqur o'ylandi. Muz parchalari bilan birga dengiz iqlim bo'yicha laylab yursa, Shimoliy qutbga berib qolishi mumkin. Biroq muz parchalarining o'tkilishi bakmo asta. Uni kutib o'tirsa, Nansenning vaqti yetishmaydi. Bu qatimliq tekshirish vazifasi og'ir edi. Har qatim vatan va xalqning qo'llab-quvvatlashi va yordamini o'ylaganda Nansen qattiq azoblanadi. Muzliqning u tarafi Shimol qutb shu. Biroq paraxotning yo'lini muzlab to'sib oldi. Uyaga azroq yiqilishga imkoniyat yo'q. Piyoda berish texmi mumkin emas. Bundaq siliq muz yuzida faqat chani bilan berish mumkin. Bo'ladi. Cho'qim bo'ladi. Kapitan, biz mushundaq laylab yursak, 7-8 yilda yetib boramaymiz. Mening bir optan charam bor. Shimoliy qutbga chang'i bilan bora olamiz. Nima? O'zingiz yolg'izmi? Yana bir hamroh qo'shib olsamlar, chani bilan bora olamiz. Nansen, o'zingizni besi bilan. Kapitan, men xili burunli o'ylagan. Bu qatimliq safarimizda qahrton sovuq, har xil qiyin xatarlarga yo'l qo'yishimiz turgan gap. Hatto berib qaytib kelmasligimiz mumkin. Bularni nurg'un qatim o'ylandim. Sovuq bilan xavf xatarli emas. Qaytib keladigan yo'lni farqlantirishning o'zlari bir masala. Bu laylab yurgandan ming asli xatarlikchi-mi? Bular menga ayon. Boshqa har qanday ishga chidig'li bo'ladi ekan, lekin bundaq bir joyda medirmay turishga zodi chidig'li bo'lmaydi ekan. Men nishonimga yetish orzuyimni amalga oshirish uchun tirishiman. Mag'lub bo'lgan ish bo'lsa-mu berib sinab boqay. Zodi boraman desangiz, mayli, amasa g'alaba bilan qaytish uchun hammamiz sizga duo o'qiylik. Ko'p rahmat kapitan. Biroq men tavakkulchi emasman. Buni esingizda chin tuting.
Köpçülük sözümü kulak seninla. Ben çanı bilen Çankırı'da Şimal Kutup'a barmakçıman. Çokum köngüllük buludu. Şunda. Ha, şundaq, men baray. Memi baray. Men basa buludu. Bunun şartı var. Aldı bilen salametligi yaxşı boluş gerek. Çankırı teliş maharati çokum yukarı boluş gerek. Erket iktidarı mı yaxşı boluş gerek. Sözümünü düşendinla mı? Erket iktidarı mı yaxşı boluş gerek. Men baray. Hakirek dursan. Ey, senin boyun mu tayinli? Bırak sen deksimiz dursan, yarımı deksen. Menimce, men yarayman cimo, ha? Toxtanla. Sen baray. Johnson, sen yaraysan mı? Sen yaraysan. Sen tutup koydun. Johnson anı yaxşı namzat. Şundak. Yaxşı mısın? Johnson. Hem iş sen qaraşdın. Tayyorlik bitib, yo'lga chiqadigan vaqtmi kelib qoldi. Bu qatimki tekshirishimizga ko'p yordam qildingiz, kapitan. Ne gaplarni qilyapsiz? Obdan ishla. Ko'p ishlarimizga yordam qildingiz. Aq yo'l bo'lsin. Rahmat. Nansen bilan Johnson mana shunday qilib, Framor nomli parxod bilan qo'shilib, 600 kilometr yiroqlikdagi qutb qarab atlandi. Dastlabki bir haftada ular ko'z yetkisiz telg'oq muzliqda o'ngishliq ilgariladi. Bundaq ilgirlash, xuddi sayohatga chiqqandek ko'ngillik bo'ladi ekan. Mening ishimiz bak asta. Suratni teziltayli. Bo'lmaydi. İşte bundan tez çapsa tükeşken işi o. Ey, gibim lan la. Ey. Astırak. O kalvalla. Kayak çıkmadı. Astırak deymen. Bir hafta o'tib ketdi. Muzliq endi asli qiyofatini oshkorlab, ularning yo'liga to'salg'i bo'lishga boshladi. To'xtashqa herkes bo'lmaydi. Alik ilgirlemekten başka amal yok. Johnson, avaylig'in. Muzla hareketlenip turdu jumu. Hech qisi yo'q. Biz to'xtamay ilgirlesakla, cho'qim o'tib ketalaymiz. Bo'ladi amsa. Qadamni to'xtatmayli. Kuchaqda. Kucha deyman. Bu navbatimiz sening canın. Emandak ig'ir canım. Qutqizinglar! Ular qahrdan so'g'ib qaramay, qaysarlik bilan to'xtamay olg'a ilgariladi. Qattiq sovuqda ularning kiyimlari to'nglab, xuddi temir chapandek qetib qolgan edi. Uxlaganda ozroq bo'lsa-mu issiqroq yetish uchun ular bir uxlash holatiga kirib oladi. Shunday bo'lsa-mu, uning hech qancha roli bo'lmaydi. Nim degan so'q. Tamoq isitib olayli. Sharoit shunday nachar bo'lsa-mu, ular mag'dursiz tinini so'rab, dahshatli shivirg'onga va muz tog'larga bo'y bermay, to'xtamay olg'a ilgariladi. Ular har minut, har sekund umidsizlik bilan jon tikib elishadi. Nachar chanaga qatgan ishlar allaburun holsizlanib yetib qolgan edi. Johnson, biz aldığın günü 3 kilometre yürügen. Dün günü mangınımız 2 kilometreye yetmeydi. Kodu Qo'ng'izning ömürlüşlü boldu bu. Hey. Her qancha ostidan saqma, herkes to'xtab qolmaydi. Bu muzliqning ahvoli mening faraz qilganimdan ko'pdan acharkan. Nansen tishini tishlab to'xtamay olg'a ilgarilmoqda edi. Qattiq charchagandan ustixonlari ajrab ketayotgandek siyqirab og'riydi. Har qatim vatan va xalqning umidi va bagan vadatlarini o'ylaganda uningga kuch kirgandek bo'ladi. Holbuki Johnson, obdanroq o'ylanib ko'rayli. Keynimizga yong'inimiz obdanroqmikin deyman. Endi o'zimizni bes olayli. Yani alg'a ilgirlash ahmoqlik bo'ladi. Alg'a menilasak o'zimizni o'limga tutib berishdan boshqa ish emas. Bo'ldi bas. Nimalarni davatsan? Mingtasi bu yerga kelganda oqimiz qanimizmi? Hargiz bo'lmaydi. Bu yerga qandoq chapadi keldik. Emdilikda nimishqa keynimiz yong'iraymiz. Toza qamlashmagan gap bo'ldi-da bu. Menimcha chidamay qolmoqchimamsa, bu to'q yurak. Johnson o'zingni besivag'in, obdan o'yla. Yer palimizni ketdik bir kunda
2-3 kilometr basamızaq, bundaq ketiversek Şimal Qutupqa qachon barmiz? O'ylangandek yeri yo'q. Chidam g'ayratli bo'ladi ekan, har qanday ishni boshqarib chiqa olamiz. Ammo hozir qilayotgan ishimiz faqat ablashmadi-ku. Mayli, nimani-da. O'zim yolg'iz qolsam, Qutupqa bormay qo'ymayman. Kerimga chekadigan ishni hargiz qilmayman. Johnson, sening aytganingdek, men yuraksiz bo'lishim mumkin, biroq hargizmi irodasiz yoki chidamas emasman. Buni esingda ching tut. Mening bu qitimqi tekshirish planimga vatan va xalqning qanchilgan umidi va qo'llishi singan. Vatan va xalq bizning odam oyog'i tayingan bu Shimol qutbini bo'ysundirishimizni kutyapti. Bu navbat g'alib qilsak, yo'limiz ochiladi. Tekshirishimizni davomlashtira olamiz. Uningdan yaxshi ish bo'lmas. Lekin qaramliq qilib, o'rinsiz qurbon bo'lguncha kuchimizni oyab qo'yib, kelar navbat yana qayta o'rnib boqmamdi. Qanday dedim? Shunga hozir qaytayli. Demakchi bo'lganimni tushundingmi, Johnson? Qaytish uchun texmi zo'r g'ayrat bo'lmasa bo'lmaydi. Tushundim. Bo'pti. Qaytaylamsa, qaytib borgandan keyin kishilar masxara qilsa qilaversin. O gap so'zlarni ikkimiz tang ko'taramiz. Qaytishqa berishdimi ko'p g'ayrat jasorat bo'lmasa bo'lmaydi. Bu dunyoda bundaq jasorat bo'lmaganlikdan mag'lub bo'lganlar oz emas. Lekin nansin botirlar qaytgan. Garchi ular Shimoliy qutb markaziga yetib boramagan bo'lsa-mu, lekin ayni chog'da birma odam ulardek qutbga eng yaqin bora olgan emas.遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃかしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領